Avval osmon qizarib ketdi. Odamlar buni quyosh botishi deb o'ylashdi. Ammo keyin yer titradi va qichqiriqlar boshlandi. Shahar markazida yoriq ochildi. Go'yo yerning o'zi yorilib ichidan jahannam nafasi chiqayotgandek edi. Olov, tutun va chirigan hid havoni to'ldirdi. Shu yoriq ichidan u chiqdi. U oddiy maxluq emas edi. Tanasi qora kuldan, tomirlari esa olovdan yasalgan edi. Ko'zlari qip-qizil, ichida 1000 yillik nafrat yonib turardi. U baqirganida binolar qulab tushdi, oynalar chang bo'lib uchdi. Odamlar qochardi. Kimdir bolani ko'tarib, kimdir yaradorni sudrab, kimdir shunchaki jon saqlash uchun yugurardi. Ammo u yugurmaydiganlarni tanlardi. U qo'lini ko'targanida yer yuzidan soya mavjudotlar chiqib keldi. Ular tirnoqlari bilan odamlarni tortib, olov ichiga sudrardi. Har bir qichqiriq bilan maxluq kuchayib borardi. Vertolyotlar havodan o'q yog'dirdi, ammo o'qlar uning tanasidan uchqun bo'lib qaytardi xolos. U kuldi. Bu kulgi inson aqlini sindiradigan kulgi edi. Men yiqildim. Atrofimda faqat olov va qonga belangan odamlar bor edi. Boshimni ko'targanimda u to'g'ridan-to'g'ri menga qaradi. Uning og'zi ochildi va ichidan faqat bitta gap chiqdi. Siz meni chaqirdingiz. Shu onda tushundim. Bu ofat tasodif emas edi. Bu insoniyatning nafrati, urushi va gunohlari yig'ilib tirik mavjudotga aylangan edi. Olov ichida shahar yo'q bo'ldi. Ammo u ketmadi. U osmonga qarab yurdi. Chunki bu boshlanish edi xolos.